Diqqat! Tezkor xabar. 2-iyun haftaning dushanba kuni, ya'ni bugun qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z hududingizda qanday ob-havo bo'lishini bilishni istasangiz va ulardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostida erinmasdan bor-yo'g'i bir donagina like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Manba: O'zgidromet rasmiy sahifasi.